Assalamu alaikum. Ekran aldidagi qadrli va qadrdon ko'rarmanlar. Bugun Qadam telestudiyasida Miras Ana jamiyatining navbatdagi ko'rsatilishi. Bizda bugun shundaq bir ajoyib xushallik kun. Sababi dunyo yüzü musulmonlarininki Hit ayimi. Barchanglarni kirgan Hit ayimlaringlar muborak bo'lsin. Muşu Hit banısida biz özümüz 2018-19 yılları ötküzülgen musabaqa qatnaşqıçılarını mehmanga çaqırdık. Şu mehmanlarımız bugün bizning studiyamızda, lekin şununğa suallarını qoyup, şularning tilaklarını anlaşdan burun men özümüzdeki muşu qatnaşqıç qızlarım haqida bir az kichkina ma'lumotlarni berib o'lib ketsam, bizning bu qızlarımız muşu konkursni ötküzüşdən burun bizge şundaq bir yaxşı xoşallik xabarlar kelib, bizni şundaq urf-odatlarimiz besilib qo'yayotgan, hayotda hatto bo'layotgan bo'lsa-mu, bizning dasturxonimizda uzilmay kelayotgan bo'lsa-mu, lekin biz mush urf-odatimizni xalqimizga, yosh avlodlarimizga qoldirib ketaylik deb mush sanzi konkursini o'tkazish mening 2018-yili qandaqdir bir oy fikir bana geldi. Muş oy fikrini men neçe yıllar burun özüm oylap ameliyatga aşıramayotgan bo'lsam, qandaqdir bir ilham bana kelip, men muşu konkursni o'tkazish, konkurs deymiz, bu musobaqa. Musobaqa desek to'ls tushunmaydi, muşu musobaqani o'tkazish yo'lini qo'limga aldım. Bugun bizning muşu konkursga kelgan aziz mehmonlarimiz, xonim qizlarimiz, hadi singillarimiz sizlar bilan didar ko'rishdi. Bugün bizniki mana mehmonda sanlık konkursuniki en çoğun hadimiz desakım buldu. Mana hadimiz Saniyemede mehmonda. Saniyemede hoş gelipsiz. Assalamu alaikum. Mana bugün biz şu sanlığımız Mevlana'nın akısıdan sanlık konkursu 2018'de özü ilan qilgan şu WhatsApp'lara yazıp çıkargan ilanısını görüp bizme şuna hoşal bolup bizninki 2018-yili sanzı konkursu bizim qo'shilayli. Şu urf-odatni bizim ko'stayli deb Mirona bilan birga 2018 men qo'shilamadim. Bir sebepler bo'lib qoldi. 2019-yili yana bir boshlaganda men ishga kelib, cho'qim qatnashib, u yerda yana bir sababchi qizimiz bor. O qizimiz bilan Belgiyaga, ashla hammamiz birga Belgiyaga berib keldik. Bu Belgiyaga bağınımız şu sanızı konkursunu görüp aşı Belgiyadekiler bizni çağırdı. Şular bilan birga hammamiz aşı Belgiyada şundaq amdan qarşı aldı bizni. Şundaq chiroyli shahar. O shahar bizga bir tarixiy eslatmada qoldi demdi. Hammamizninki barchanglarga yana bir şu Hit ayamlarni hozir Mironam aytib o'tgetdi. Men şu Hit ayamlar bilan sizlarni tabriklayman. Har biringlarga salomlik tilayman. Rahmat. Saniyemede şu konkurs musabaqını boldu deb anlaganda sizning qandaq bir ta'siratınız boldu? İçingizde bir qandaqdır his tuyg'ular boldumu? Sizning e'loningizni ko'rib men shunda xushal bo'ldim. Sanzı konkursu 2018 devidi, men 2018 ga qatnashman deb shunchalik kuch chiqargandim. Shu sabablar bilan men qatnashamay qoldim. Shuning o'zida yana qancha qizlarga dedim, kelinlar qatnashinglar, shunaq amdan e'lon chiqibdi 2018'i, her biringlar qatnashsanglar qanchalik bir xushallik bu. Shu singlimiz Mirvanam degan qiz deb qizlarga nurg'un takliflar qildim. U takliflardan hech kelamay mana kelganimiz o'zimiz bo'lib qoldik. Bizning mahallalardan jiq keldi. Saniyemede şu musabaqaga qancha vaqt tayyorlik ketdi? Shuni to'g'ri aytsangiz. Şularga hammanglar to'liq qatnasha oldinglarmi? Shu yerda nimalarni qildinglar shu musobaqalarda? Biz u yerda shu anglag'animizcha hep 5dan boshlab hammamiz repetitsiyalar qildik. Shu repetitsiyalar bilan bir oy mobaynida bu tez bo'lib qolgan ish-ku, tez bo'libla bir oyning ichida bitagan narsa. 4-5 oy qilmadik. Shu bir oyning ichida hammamiz har bir qiz o'ziga tushlik repetitsiyasini qilib berdi. Bizning baletmesterimiz bo'ldi, Ramilam. Shu baletmester bilan repetitsiyalar qilib, mengishlarni o'rganib, sangizlarimizning sağallarını ko'rsatib, har bir qilgan o'qitimiz bir oy mobaynida bo'lib, bir oyning ichida sangiz konkursini chiqardi. Bular 19 yana qo'shildik. Mana bir ay mobaynida biz repetitsiya qildik deysizlar. Mashqlandinglar, repetitsiya mana mashqlandinglar. Shu mashqlar vaqtida sizlar shu qayerda shuni o'tkazdinglar?
Sizlarga mümkünçilik yaratildimi? Немелерni qildinglar shu yerda? Sizlar yoki tayyor sangizni ko'tarib keldinglarmi, yo shu yerlarda shunday qanday qildiganini ko'rsatdinglarmi? Biz qizlar to'liq bilan qatnashdi, hammasi endi birlari ishda bo'lib qoldi, endi ishda bo'lganlarga bir kun bor, bir kun yo'q. Ashada Qo'ron kafesida bizga shu yerning egisi kafeni ichib berdi. O'sha kafeda biz berib bir qor ko'rsatdik o'zimizniki, kim qanday qila oladi, kim qanday jug'ralaydi, shu jug'ragandan tortib bu sangiz degan o'ng'ay narsa emas. Beshida jug'raysiz, ana keyin chaylaysiz, keyin yana bir chaylaysiz, hammasini aytdim. Ondan keyin eshsiz, eshgandan keyin uni tindirib, yana bir nim qilsiz, eshsiz. Andan keyin уже ikki qitim so'zib, qo'limizga elib, anki salimiz. Uni 10-narsida 10-chi Şunun hamısını şu kafede məşq qıldınlar. Məşq qıldı, qanşının hamısını əşədə məşq göstərdi. Qandaq qılındı, sağızı degan nima, qandaq başlandı, onu tasqagandan ta sağızını pişirib, tizib çıxışa sizlər göstərdinglar. Şundaqmı? Hamısını göstərdik. Axırı kelgəndə özümüz hər adam özünün sağızını əkib özləri göstərdi. Kim niməyə qol yetkizdi, aşılarını köstüb şu konkursunu ötkəzdik. Bizni o konkursunu ötkəzib bolğandan keyin Belgiya təklif qildi. Bu yaxlarını ko'rib keldik. Yaxşı, yaxşı. Endi mana şu sağızını sağan yaxşımı, ya tayan ip yegan yaxşımı? Endi sağızını sağanlar bilganlar ularga yaxshi. Bilmaganlarga uni ip yegan yaxshi. Bunun həşimi jiq, shunaqa chidigan adam qila oladi, chidmagan adam qila olmaydi. O'zi qiyinchiligi bor deysiz-ku. Qiyinchilik jiq. Endi busqa qanaq chidaysizlar? Mana masalan mening anlig'imcha sağızı sağa adamning beg'iri og'riqchan bo'lib qoldi deydi. Shu har bir sağız sağanda süt, qetiqlarni ichib turish kerak deydi. Shuni qanday deysiz? Shu haqiqatmi yoki aytilganli gapmi? Yo'q, haqiqat. Uning haqiqati shu har bir anglagan durust gapda, anglaganda demaydi odamlar. Yenimizga bir chin qetiq qo'yib qo'yamiz. Ash qetiq bilan kichkina andimida ichib qo'ymasangiz, o bus demisingizmi ichingizga kirib ketsa eg'ir narsa. Og'riqishni og'riydi, saqishni saqaymaymiz, biroq mushu kunimizga shukri. Ash sangizlarni sep marsa ketayotganimizga shukri. Mana Alloh burg'an bo'lsa biz 2018-19 yillari shunday yaxshi bir urf odatlarimizni davom qilib, yoshlarga ulgu bo'lib, mana shu Sangza 2018-19 musobaqasini o'tkazdik. Endi buni o'tkazishning sabab barcha xalqimiz dasturxonimizning berkiti bo'lib, mana shu har qanday yaxshiliklarga yeyilgan, to'y to'kinlarga, xushallikqa yeyilgan bu Sangza. Mana shu Sangzani biz ro'yobga chiqarib, ko'pning ko'nglidan chiqdik. Birinchidan xalqimiz, shu Qozog'istondagi xalqimiz bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, shuning binoan bizni shu Belgiya, Yevropa xalqimi ko'p ta'sirat bo'ldi. Ularning bizga bo'lgan yorug'ligi, bizga bo'lgan o'zlarining mehr-muhabbati bilan, issig'i bilan, yaxshi so'zlari bilan, yaxshi tilaklari bilan, olqishlari bilan bizni shunday egiz cho'qlar ko'tarib, bizning ko'ngillarimizni shunday xush qildi. Shularniki shunday bir bizga bo'lgan yorug'lik orqali bizning shu musobaqamiz ularning ko'nglidan chiqqachqa bizni shular Belgiya shahriga taklif qildi. Belgiya shahriga biz 2019-yili 23-sentyabrda shu yerga yetib bordik. Borganimizda biz 10 kun mobaynida shu yerda shu Sangzini shu Qozog'istonda qanday selib ko'rsatgan bo'lsaqmi, shu yerda shu unni tasqab, yeyib, zo'g'illab, patmanlab, qanday pishadi, qanday eshidi, qanday salidi, shuning bar yo'l yo'riqlarini shu yerda yana bir ko'stib, ko'pning oldiga elib chiqdik. U yerdagi endi bo'lgan alamat, yaxshi, xushallik, kuchlar, olqishlar endi shunchalik isil bo'ldi. Biz etib sizlarga yetkiza olmaymiz. Shu Belgiyalik xalqimizga, shu do'stlarimizga biz qarindoshday bo'lib, shu kungacha biz aralashib, aloqamizni uzmay kelyapmiz. Mana yaqinda bizniki shu yoqdan 8-martga xonim qizlar kuniga shu yoqdan bizga shular bizning do'stligimizning rishti deb bizga tort əvətibdir. Biz qızlar şu tortның banısıda yana bir mana jığılıb
өзіміз дидар көрішіп, шәді ұчыршып, шылаға рәхметіміз етіп, шыланың шындақ бір татлық есіл тортларыны еп, әміміз бір дидар көрішіп қайттық. Шылағыма көптен көп рәхметіміз етіміз. Бұныңды кен біз шу белгияд эстафетіні біз Қазақстан өткізіміз деп епкеген. Құдайым бұрса, мұшу пандемияла түгісе, мұшындақ ағы дүния өзді қапылап кеткен, мұшу ағырқладың, кеселлердің Алла біздің сақылса, yolla ечілса, біз шу белгиялық әзіз мехманларымыз білән, қиырындаштақ әдіс сыңыларымыз білән, мұш Қазақстанда дидар көрішіміз. Алла бұрса, шу ақладымы, яны яқшылықлада ұчыршамыз. Әміңлаға көптен көп рәхмәт. Бүгінгі бізнеке мұшу саңза мана 2018-19-ға келген қатнашқыш қызларымыздың ке пікірлеріне аңлап көсақ деймін. Ассаламу алейкум, hürmetli қиырындашлар. Немдейміз, мана етіңла мүбарек болсын, әміңланың үйлерде қатыржалық болсын. Мана мен 2018 жылы конкурс саңызға қатнаштым. Мана 15 жыл болды саңызланы пішіріп, хәқләге тақты мен. Саңызланы мана өзіміз үгенген аздап, азыр яшлаға көрсетіп үйтіватымыз. Мерванемеден бізне әміміз қызланы жығып, әр бір ерден, әр бір езладың әкеліп, бізне саңызлы конкурсларға қатнаштырып, әмімізді бір қылды. Мерванемедемізге рахмет дейміз. Әндікі дейдіған сөзім, мұшы конкурсларға ұйғыр айындың, челеклердің, әр бір ерден келіп қатнашыңланы сораймыз. Саңызларымыз әміміздің мана шүнтақ чырайлық қызла саңызланы пішіріп әкватыды, әміміз шу саңызларыны еғіз тегіп, үгініп жүрәлі оқ. Әміміздің дастықынымызда мұштақ чырайлық саңызлар түрі вәсін. Ассаламу алейкум. Ет аймаңла мүгәрәк болсын. Мен мұшы ет саңзыда юпырмақ саңзы салдым. Аймаңла мүгәрәк болсын. Ассаламу алейкум. Ет айам мүбарек болсын. 2019 жылы Алматы шәһәрдә фестиваль конкурс өтілді. Шу конкурсқа мен аңлап шында қошал болдым. Шу конкурсына аңылған кен қызла біле итеп қызлаға әттім. Қызла, мана бүгін саңзы конкурс өтілді ке Алматыда. Шыныңға қошлайлы. Чайғы ойнаватмыз, кафелаға беріватмыз. Әмді мұны ұйғырның ұрпы әдетіні әлемге көкстәйлі деп, бір қошлайлы деп, өзіміздің өніріне көкстәйлі саңызы салдығаны әміміз біліміз. Шыны тоныштырайлы деп мен қошылдым. Шу конкурста апамдан аған үлгіні дүнияға көкстай дедім. Гүл саңза. Апамда гүлдәк içildi саңзам. Апамның ақсыдын мен гран-при алдым. Ашу конкурсқа ұйылыштыған Мирван әдәмге, яна аныларымызға рәхметімні етіме. Шу анамның саңзысыны дүнияға көкіскенімге мен үзәм құрсан. Апамға тан саламатлық тілейме, өмірі ұзақ болсын. Маштақ дайым апамның үлгісіне қызларымға, келінлерімге үгітішке мен тәйя. Маштақ конкурсла, ұрпы әдәтлерімізді, рәсмі қайдыларымызды өшмісін қызла. Мирван әдәмге рәхметімні етіме, дайым маштақ конкурсланы өткізішке өткізсін біз тәйя. Ассаламу алейкум. Етіңла мүбарак болсын. Саңзы группасыға қосылып,
бір ай оштақ саңызларынки немлерін репетиция қылып, саңызы группасыға қатнашып, әшәді саңызларны селіп, хемерларны жұғырып, шындақларны немлерні қылдық. Қылып, мана азыр мен 30 жыл болды саңыз сеп жүргенімге. Әнде бір қақтын мен нем қымыдым, әмсе рады, что мен севатқан саңзамға қошал. Әнде мен азыр дәйдіған сөзім, әм мұшу конкурсларда бірінші место еліп, азыр мана шу немедін нем қуатыма, саңызланы севатыма. Шу әнде Мерванам біздің башлығымыз шындақ яқшы қыз, шындақ бізіне шындақ өліде, нем қылды, нем қылып шу конкурсларда шындақ яқшы өтті. 10 қыз біз болған, 10 қыз біз шу конкурсларда аралашып нем қылып шындақ яқшы өтті. Азыр мана біз бүгін мана мәшәй келіп, мана нем қуатымыз мұстаққалық күлді. Шу өзіміздің аз болсын әнде біз саңызланы қылып нем қып келдік. Рахмет. Assalamu alaikum. Көңілі ақ, қолы гүл, әзіз халқым. Дәсләп кітім Қазақстан диярда тұнжы кітім саңыза мұсабықсы болып өтті. Мұсабықыны иланны пәрваз, инстаграмды пәрваздан көріп, қатнашқым келді. Өзіміздің халқының ки ұрпа адеті дәсханның гүлі болған саңызыға мұсабықсыға қатнышып, бірінші орынға егі болдым. Әшәді бағ өнерімні көстіп, саңызы саған өзем яқшы көрмен, саңызаннан дәстіқанның гүлі әм бәркеті болып есаплынды. Бұл саңызы мұсабықсы халқымыздың көңілдің нұрғын орын алды, көңілдің шықты деп ойлаймен. Мерванамеден басшылығы деке мұшы саңызы конкурсы, шындақ қошал болдым, мен әшеге қатнашқынымға шындақ қошал болдым. Әнді оны мындақ еткізіш мүмкін әмес. Бүтін халқымыздың көңілден шықты мұшы күнгече саңызы тоғырлық. Әмісінің ағызда етіп, ашындақ көсеттік. Бұл саңызы пәкәт мұшы Қазақстанда әмес, Европағым шығып келді. Ашақым мұшы мұсабықын апырып, көстіп келдік. Ассаламу алейкум. Я Усманова Рамиля, один из организаторов проекта фестиваля Санза. На этот проект меня пригласила Мирвана Меде, это создатель этого проекта. Целью проекта являлось ознакомление с традициями и культурой нашего народа. Очень бы хотелось, чтобы молодежь сейчас заинтересовалась такими вещами, чтобы проявляла интерес к традициям и культуре, изучала наши традиции и участвовала в таких проектах. В 2019 году я организовала поездку в Бельгию и во Францию, чтобы не только в Казахстане увидели красоту нашего народа, но и за ее пределами. В дальнейшем мы планируем поездку в Турцию, Канаду, США и призываем всех молодых и не только амбициозных людей принять участие в проектах у Мирвана Меляковой. Сания ханым, көпні қызықтырып атқан шындақ бір суалы бар екенде, маңын мұражат қылып айтқанлар бар. Әнді бізге мұш экранға хақиқатны етпесе, мұш саңызы салдыған яғач, яғни ішкі чока дейміз, шуны қазы дәрәқтен ясыған дұрысырақ дейді. Шуны ясығанда
Avalan qaynak su salmızmı yoki mayğılı çılaymızmı deydi. Endi burunqi zamandan kelayotgan narsa bu ota-onalar babaqlarda rahmatliklar o'tib ketgan ashlarning aqsini bizni ko'rib, qarsak taldini julib akirib, bular yog'ochlarni tayyor qilib, qaynoq suv selib, andan keyin salatdi. Shularning keyindan biz ko'gashga, ashlarni o'rgangashga, biz shularning keyindan taldini julimiz, anskin hozir tayyor setilgan bo'ldi, vatandan chiqib tayyor cho'klarni sotadi, shu cho'klar bilan qiladi. Bizning o'zimizni o'rganib qolgan ash taldini evatmiz. Rahmat. Endi siz mana shundaq olamga to'nilgan xalqimizniki shundaq bir yaxshi kutib oldigan bayramlarimiz bizning musulmonlarda faqat ikki. Biri ro'za Eid bo'lsa, biri Qur'on Eid deb ataymiz. Shu Eidlarda sizniki xalqimizga aytilgan bir ishqigiz o'zingizning levingizni yaxshi chiroyli so'zlarni anglsak, mush sangizni qandaq selib shartmi shuni qo'yish, shart emasmi? Shu haqida bir ishqigiz tushuncha bersangiz. Endi bizda Qur'on ro'za Eidida odamlar hammasi burun ota-onadan qolgan miros bular. Shu mirosda bular jo'zni sangsiz qo'ymaydi. Hozirgi semiya yengdan semiya qurayotganlarma o'sha sangiz desa kunda sangiz izlab keldi. Mana o'sha yaqinda men sangiz saldim, sangiz sevdim. Nurg'un odam telefon orqali hada bizga sepiranga dedi, nurg'un ulguramadim. U yoshlar. Nimki desangiz, shu yoshlar ota-onalardan kelayotgan mirosni shularning qiz keldi. Shuning uchun ular shu sangizsiz biz jo'z yemaymiz deb sangiz bilan ro'za Eidini boshlaydi. Qur'on Eidini shundaqlar. Qur'on Eidida jo'ziga sangiz qo'ymasa, u Eid emasdek qilib turadi. Endi rahmat, xalq men o'ylayman hamsiga tushunishli bo'ldi deb. Endi shu ro'za oylarida siz qanchalik sangiz saldingiz? Qancha qur sangiz saldingiz? Yoki bo'lmasa, ba'zi bir qizlardan meni anglaganim bor, men 10 mishkab undan sangiz saldım deb shunday aytgan. Siz qanchalik salsiz? Endi men u qizlarga o'xshamayman, bizni hamda kichkina kuch-quvvatdan qaptimiz. Bu da o'zalada 2-3 mishkab salatdik. Bir yil men 1 mishkabni arani saldim. Nimki desangiz, уже mijozlar yo'q, kichkina keyiniga daji qaptimiz. Mashinaga bo'ldi deysiz ku. Mashinaga mushfire chiqib, bizdan keyin endi qolgan yoshlar shu sangiz nimani epman soldi. Siz o'zingiz o'rgandingizmi yoki sizning bir ustozingiz bormi? Endi men undan ko'rib, bundan ko'rib, menga o'rgatgan o'zimniki bir kelinim bor, Ro'shangul deb. Shu singlim menga ko'rsatib bir qitim. Hada mana bunday qilsangiz bo'ldi deb bir ko'rsatib berdi. Shundan keyin kelib men o'zim shu uyda sevishga boshladim. Men jiqishsamdim, men 4 yil bo'ldi sevayotganimga. Yaxshi, rahmat. Siz o'zingizning keyinda bir avlod qoldiryapsizmi shu sizniki hunaringiz ep qoladigan? Endi biz hozir o'zimizniki bolalar qiziqmaydi, o'zingiz bilsiz. Nevrlar qiziqyapti. Xudoyim bersa, shu nevrlar ep ketadi deb o'ylayman. Shu sangizimizni. Mana biz shunda xo'shallik bilan dunyo yuziga o'zimizniki 18, 19 deb 2 qitim o'tkazilgan konkurs musobaqalarimiz orqali biz chet ellarga to'nildik. Bizni ularga shunday yaxshi qarshi elib, o'zlarining inkaslarini, tabriklarini, olqishlarini, minnatdorliklarini bizga WhatsApp, YouTube orqali yetkazib turdi. Shulardan Alloh rozi bo'lsin, shularga rahmatimizni aytamiz. Shu Yevropa xalqlarining ichida bizni mana Belgiya, Brussel alohida o'zlari bizni shu yoqqa taklif qildi. Shu yerda biz o'zimizning shu sangizimizni yana bir qitim dunyoga to'nitdik. Bizni shunchalik kutdikkin, endi so'z bilan yetkazib bermaymiz. Shu yoqdagi xonim qizlarga, Belgiya xonim qizlarimizga Qozog'istondagi sangiz musobaqasi 18-19 qatnashgan qizlar nomidan tashakkur bildiraman, rahmatimni, minnatdorligimni aytaman. Çoğundan çoğun haminglarga rahmat. Shundaqla mana Sanya madam faqat sangiz sep qo'ymayla o'ziniki endi nima desak bo'ldi ekan, ustunligi shunchalikki nimani soladi ekan, jutama soladi ekan. Jutanima mana bugun kunlikda bizga dasturxonimizga ep kelibdi. Sanya madam rahmat. Endi jutani yoyg'inni ko'rsanglar, qog'ozdek.
Xuddi әйнәкте uyoqni bu yoqni ko'rib turgandek, shunchalik biz ustuluq, mahirlik bilan yasab kelibdi. Shu jutani qandaq salsiz, qandaq shuni bir xislatlari, qir-sirlari bormi? Hamda bunaqa bunday aytsak, shu uyda har odam, har ayol yasaydi. Ona shu har ayol o'z oshxonasining oshpizi deysiz ғой. Оны kichkina tuz kam qilib jug'iriblar, qatorroq jug'asqingiz yayamay qolsiz, o'sha bo'sharoq jug'iriblar, yaymoq shunga o'ng'ay bo'ladi. Ashta qilib shu o'rganganimiz har bir otamdan o'rgangan, otamdan qolgan miroslar. Rahmat Saniyamada. Endi bu konkursni, musobaqani o'tkazish uchun menga shunday bir prezidentimiz Nursulton Aybish o'g'li Nazarboyevniki etilgan farmoni shunday etib o'tibga har millat o'zining urf-odat rasm qoidalarini yo'riqqa chiqaradigan ruhoniy жаңғыру programmasi aslında biz buni elib mangdik. Menga asosiy turtki bo'lgan mana shu prezidentimizniki farmoni bu hisoblandi. Men asli shuningga tankash qilib, mana shundaq o'zimniki urf-odat rasm qoidalarini ro'yobga chiqarishga tirishdim. Endi Saniyamada bugun siz men qo'ymamdan shunday chiroyli bizning studiyamizga kelib qolibsiz. Shu qadam studiyasiga siz nima degan bo'lardingiz? Endi boshlanaki ishlar olmoqson qadam studiyasinikiga bizning hamda televizorda ko'rsatgan har bir boshlanaki qilayotgan ovqatlari olg'i mengib hech qachon qo'llarini bo'shatmay kuch-quvvat bilan mangayversin. Bularga tilaydiganim shu salomatlik bo'lsa hamma ishni etmang alaydi. Endi sizga ko'p rahmat. Har bir o'qitingiz sizning oldingizga mangsun. Rahmat. Cho'qlardan ko'rining. Sizning aqlingizdan biz mana qanchalik dunyoga to'nildik. Yalnız Almut emas, endi Belgiyaga da'vatman, Belgiyaga berib biz shunchalik amdan mehmon bo'lib keldik. U yoqdagilar bizni shunday amdan kutdi, sangiz konkursi deb shunchalik endi cheksiz bo'lib ketdik-ku. Rahmat, endi sizga rahmat. Undan keyindan Saniyamada bugungi bizning programmamiz kepaginingizga cho'ng rahmat. Sangizning barliq qir-sirlarini ichib edingiz. Buningdan cho'ng ichpasingiz albatta bo'ladi, lekin bizning vaqtimiz qis. Shundama sizga rahmat. Yaxshiliklar uchrashguncha omon bo'ling.